To'yimiz 2009-yil bo'lgan. Noyabr oyida. Hozirgi kunda 16 yil bo'ldi. Davlanish mobaynida birinchi o'zimiz rayonda, keyin oblastda, undan keyin respublikanskiy anaqa keldik nimaga. Toshkentga keldik. Undan keyin bu yerda davolandik. Bu yerda biopsiya bo'ldi nimada, Toshkentda. Biopsiyada urug' chiqmadi sizda, urug' yo'q, urug'ingiz nol ekan deyishdi. Katta klinikalarga, nufuzli klinika, prostata anaqa emas. Xususiy klinikaga, davlat klinikasi ko'ringan yo'q bitta ham. Faqat xususiy klinikalarga baland, nufuzi baland klinikalarga ko'rindim. Bu yerda ham davolashdi. Yana qayta tekshirindim. Keyin donorskiy pirlagat qilishdi bu yerda. Moskvada ham, Toshkentda pirlagat qilishgandi. Men rozi bo'lmagandim unda. Shahboz Yunusovdan ularni ko'rdim. Endi bu yoqqa o'xshagan O'zbekistonda ham ko'p ekan, eko qilayotgan urologiya analar nimasidir menga tortdi-da, bilmayman. Analarga qaradim, ko'rdim. Ishonch shu doktorga bo'ldi-da. 10 kishidan 3 kishiga chiqar, 7 kishiga chiqmasligi mumkin deb aytgandi. Ana bugun ham aytishdi operatsiya jarayonida. Shu 3 kishining ichida siz ham bo'ldingiz mana. Tabriklaymiz dedi, chiqdi dedi. Oxirgacha boringizlar shu yerdan. Natija bo'lguncha harakat qilsa bo'layotgan joy shu yer ekan.